egallaymiz. So'ngra yana birorta davlatning boshlanishi bilan bizda jang, qon urush Germaniya bilan bu Germaniyani birinchisiga o'xshaydi. Ya'ni armiyani to'plab turib birdaniga hujum qiladi. Desa bo'laveradi taktika. Xo'sh, Avstriyani o'zi kuch qolmadi, sababi hali kutmaganda ham Avstriya biz kirib borishimizni o'ylamaganda ham xayolini uchiga ham kelmagandi. Sekin astalik bilan bu qo'shinlikka bo'lamiz. Bizning maqsadimiz SSSRga yutkazmaslik, mana jahon urushini, ikkinchi jahon urushini butkul Germaniya foydasiga hal qilish. Bu bizni eng o'yindan o'ynayotganimizda maqsad shu. Agar bu video sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Xudo xolasa biz yutkazmaymiz, chunki juda ham qiyin narsa bu. Fransiya bilan Angliyani o'zi Afrikani bo'lib qo'ygan. Avstriya bo'ldi, egallandi. Endigi davlat Bolgariya. Mana shunaqa edi bu davlat. Ular sal ko'chiramiz. Deb qo'shin to'playmiz. To'plandi, o'sha Bolgariya adashmasam bu ham turk mamlakat. Qo'shinlikka boramiz. O'zi bu o'yinda asosiy nimasi mana shu dushmanni nimasi kuchi. Agar sizlar nomsirang, uni birinchi o'sha ko'pgina armiyasini yo'q qilsalaring, o'sha dushman sal kuchsizlanib qoladi bu o'yinda. Xullas, Bolgariya biz tomonga o'tib ketyapti. Hitler armiyasi. Ko'ramiz bunikiga 28 ming aholi. Ikkinchi jahon urushida ham adashmasam mana shunaqa bo'ladi. Birinchi nimani egallaydi, keyingisi Chexoslovakiya bo'ladi. Jahon urushida biz ham Chexoslovakiyani egallaymiz. Yoki butun boshli Chexoslovakiyani o'zimizga qo'shib olamiz. Nima farqi yo'q. Birinchi muzokaralar kuchaytirib qo'yilgan. Xo'p, endisi ko'ryapsizlarmi, shu Fransiya bilan nima ham, Angliya ham butun dunyoni ikkiga bo'lib olishgan. Xo'p. 2000-3000 qo'shin to'playmiz. Aytganimdek, keyingi raqibimiz Chexoslovakiya. Polsha bo'lishi kerak bundan keyin jahon urushi boshlanib ketardi Polsha bizda. Jang endi. Jang. Do'st yo'q qilamiz. Taktikamiz shu, dushmanni yo'q qil. Raqibni yo'q qil. Tamam. Uji bir kunga mana shu bitta 4 minutda butun boshli Bolqonni 3 ta davlatini egallab olyapmiz. Bolgariya, Chexoslovakiya, yana bitta nom esimdan chiqib qoldi. Rusiyami edi? Shunday adashmasam. Shu bittada 3 ta davlatda bilmadim. Olg'a. Yana 3000 qo'shin. Bitta butun boshli imperiya tuzib oldi. Asıl to'g'ri 20 ming chiqsin. 20 mingga boradi aka. Biza qana davlatlarga qaramasdan Yevropa, Chexoslovakiyani bizga o'tadi. Bu davlatni ilk chekkadan olmasak chiqib ketish mumkin. Shunday ekan, hammasini chekkalarga yerga
birinchisi bizadagi. Kecha birinchi buni yerlarni olaylik. Bizadagi esa Yaponiya, Kolumbiya, hech qaysisi bilan kelishaylik demadi. Hech qaysisi bilan. Endi esa Fransiya, Rossiya. Bu tarafda katta imperiyalar bor. Zaten İtalya çatlamış. Sizlarga bu ham Buyuk Britaniyaga kirgan. Bular ko'rib chiqish kerak. Bab zarur bo'ladi bular. Men deganda to'g'rimi? To'g'ri. Bular ham kerakli narsa. Yosh ertaga Estoniya davlat zo'rsak bo'laveradi. Urush ochildi. Olg'a imperiya. Darsana bo'lganda This is dying. Chiamiamo Pulse io faccio.
bo'ldik hozir. Demak, qo'shimcha qilganimizda Rossiyaga yordam Rossiyaga kerak emas. Rossiyaga dars. Yana dars. Va nihoyat biza Polshani egallab oldik. To'liqcha. Chunki baydan 100 ming qo'shimcha masa ko'pay kelishdan yo'qmi? Kanalga yo'qmi? Hammasi uchun